Atkaz bermang, mening ham o'g'lim bor. Taksistlar yo'q bo'lsa, peshkom qolasiz. Aka, vijdon janoblari sal bo'lsa ham qo'shidanga qiynalmadimi? To'chini atkazmi? Aka. Aka, mana universal qarashlar taksilar nomidan. Sevgan qiziz molgalarni o'z ko'chag'ida bergan aka, yangi ishimosiz aka, chakidan ketib qolorsin. Patingalar tay tushib qolsin aka, kuruvda hammasi machalka deb chaqirsin. Sog' bo'lasiz, do'mpeshana. Bundan keyin endi hech kimga atkaz bermaydi, menga. Taksiga ulanganimga 4 yil bo'ldi. 60 zakat tushdi, 59 tasi atkaz. Bular atkaz berayotganda vijdonni kreditga berib yuboraman, bo'lib to'lashga. Aka, taksimi? Ha, aka, taksi. Meniki skuter, ashni aytib berdim. Bor uka, tezda qochib ol. Asabto'si zaryadkasi to'lib qolgan, senga bang'illaydi. Svetoforda aytib solaman hozir. Do'lab. Voy uka, mana peshobot choy ichib o'tiradigan joy emas, siyg'anmadi, ha? Bilaman peshobotligini. Yo'l bermay o'tib kelsang 412 ming shtrafi bor. Olasan 200 yer qochib turaman, o'tib olasan. 100 ming so'm pul ham olsang ol, bo'lmasa ashindan ham quruq qolasan hozir. 100 ming? O'l, pas. Onasini hamsin boshqa peshobotga boraman. Savdo tushib ketyapti. Bugun qog'ari ham chiqmadi-ya. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, vahima qilmasiz, sekin ovorasiz aka. Bu 10 X7D bo'ladi aka. Bugun 70 marta bugun tushirib yubordim. Juda baquvvat aka, o'yin o'ynaysiz qatimaydi. 2 metrdan tushib ketsam ishlar solmaydi. Ancha-munchaga qizib ham ketmaydigan telefon bo'ladi. Tushundingizmi? Rosa biz bor, taksichilar ishlatadigan. Voy, iplos. Aka, siz o'tirib turinglar, signal chalayotganimdan gaplashib olay. Uka bering meni. O sengacha pravani kim bergan bo'lsa ham xato qilgan ekan. Rolda olib kelmaga. Chola olmaydi. Mana yerda tushundingmi? Klient olyapman. Endi bugun hech kim signal chalmaydi. Buni rolini olib qo'ysam, ovozda cholyapti-yu, maka.